Ayo, bularmikiga katta ishga o'ynagan o'tib kelaveraymi? Bir kunda qaytib o'taman. Bo'pti, bir kunda qaytib o'tgina. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, keldim. Ayamdan so'rab o'tdim. Bir kun qolaman. Yomon chanqadim, ey. O, to'shagim. Buva nima ovqat qildingiz? Hem mo'ramay o'lar. Atlasiz, sen moyinamga ip o'tkazib ber, ko'zim ko'rmayapti. Buva, pul bering. Pulim yo'q. Nima qilasan pulni? Halla men ana ro'molchangiz ichidagi pulni ko'rdim-ku. Men shu ro'molchamda pul borligini bilishasan-a? Bor bo'lmasa molga suv erib, o'z topgaga ne beraman? Har doim shu pul so'rasam, bitta ish buyurib keyin berasiz. Bu mana. Bor, ashuni qilib ne beraman. Bo'ldi, buva molga qarab keldim. Endi pulimni bering. Shu pulamaguncha qo'ymaysan-a mendan. Oching. Voy, ko'p ekan pulingiz. Mana, ol. Onasini ham bering. Yo'q, buni ertaga beraman, bitta ish. Bo'pti, yes. Mash bolalarimiga yesam uxlolmayman-a. Uyi bilan qo'rqinchli. Hamma yo'q eski zamon narsalar. Mana soat u 400 yil oldingi soat. Mana shkabi ham eski shkablardan. Ichidan kimdir chiqayotganga o'xshaydi. Hali diniyda ovoz dirlab qo'qitib yoradi odamni. Men qayerda yotibman? Bo'lamikida qoluvdim-a? Aytdim. Boshqa joyda yotibman-a deb. Va bugun ham sizlarga bir kun qolay, ayamdan so'rab bering, ha? Qolaver, menga men o'zim aytib qo'yaman. Aytib qo'yasizmi? Aytib qo'yaman. Ishlarimni qilib bersang, qolaver. Yana ishmi? Shularga kelishim bilan faqat ish qilaman.